Sizlar bilan yana Dilshodbek bugun sizlar bilan 4.4 yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi yangiliklarimizdan biri eventni ko'rsatamiz va bunga yangilni bosamiz. Video boshlanmasdan like bilan obunani bosib, esdan chiqarib qo'ymanglar. Kommentga video qanaqa chiqqanini to'liq oxirigacha ko'rdingizmi, mana shuni yozib ketinglar o'g'illar. Video boshlandi, ketdik. Ko'raylikchi, 4 yangilanishni, yangilda qanaqa o'zgarish bo'lar ekan. Bizga qanaqa yangiliklar taqdim etdi. Asosiy You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Tug'ilish joyi. Tug'ilish oroli. O'tgan safar ham bir o'ynadim. Bu videosida mikrofonimni tushib turadi ekan, gapiraveribman. U video yaxshi chiqmaganiga o'chirib, buni ham o'chiraverdim. Yana qayta tortib ko'ramiz. Asosiy eventlarga borib video olib, to'xtatib video olib, asosiy mana narsani tushunganim lekin narsa turar ekan. Yo'ldagi geçeceğimiz. İnternette sarpa koçlar olsun için. Çünkü bu PKG süresinde sarpa koçlar bulamam. Evet, güç yapacağım. Yangiliklar kirish shekilli menimcha bugun video olaveraylik. Mabodoga bu chiqdi. Sar qo'shlar kirishlar bo'lishi mumkin, chunki database'da mana shu yerni oladi. Qo'shlar bo'ladi to'g'rimi? Ham video obzor ham bo'lyapti. Nimalar qo'shilishi omili yaxshi ekan, event. Bas короче, sametda birinchi eventimiz xaritani mana shu joyda bo'ladi, keyin ikkinchisi metda bo'lar ekan. Ammo og'iz qo'yibdi o'ylayman, mana bunaqa metga qo'yishdi. Qaranglar. O'ylay zo'r qilibdi mana shuni qarang. Og'iz qo'yishdi, og'iz yo'q edi. Nima deysizlar, og'iz yo'qda mana o'zimiz o'ynayotganda. Endi yangilanishda mana shu bo'lar ekan. Mana men deyishdim. Endi ko'rib qoldim. Asosiy yangiligimiz bitta mana shu. Keyin bu yangilik tugatib bir yil chiqqandan keyin profilda qanaqa yangilanishlar bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Обязательно kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bilan like bosib qo'yinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa.
chunki shuncha mehnat qilib sizlarga kontent bo'lsin, bolalar ko'rsin deb chiqaryapman. Mana shunga akalar, ukalar, bittadan bilan bosib qo'yinglar. Shu yergacha ko'rayotgansiz agar. Shu birinchi eventimiz shu ekan. Asosiy anaqalari. Keyingilarga ham ko'p bitta kirish kerak. Keyin boshqa eventga boramiz. Bolalar qo'shyapti keyingi sezonga. Menda keyingi eventga borib videoda boshlaymiz. Shulga ham narsa qo'yishdi. Shulga ham o'zgarishdi. O'zgartirishdi. Shul. Yo'lga bo'yiga mashina narsa qo'yishdi. Shulga narsa qo'yishdi mana shunaqa. Ko'rsatib qo'y deb kirdim. Bu yerda ham ozgina pultlar bo'lar ekan. Shulda ham yangilashibdi ozmas. Hamma yoqqa gullar qo'yishibdi. Zo'r omada yangilaklar zo'r. Endi keyingi manzilimizga boraylik. Mana video davom ettiramiz. Video yangilanishini ko'rib chiqamiz. Aslida Pochinkiga keldim. Tepada ekan, asosiy yangilanishi ketdi. Tepada ekan. Boshqa qizishlar bo'lyapti. Kunlarim yo'qligiga qotib qolyapti ozmas. Nima uchun polislar borlar? Yo'lchi kompyuterga o'tsa ancha yaxshi ketamiz. Men mana nimaligini bilmadim. Pochinkida mana shu tepaligiga mashinani qurishdi. Korotsi keyingi yangilanishda mana shu tepalikka chiqib betdan butkut mana aptechkalar bor ekan mana. Mana nima ekan bilmadim lekin. Mana. Bitta sinab ko'raylik nima ekan bu. Astagfirullah. Nima ekan? Ha, bo'ldi bu. Keyingi yana qaytib ketamiz dedi. Hayotga sraz borib kelamiz. Zona kerak ekan. Gapirasam, hozir boshqa joydan borib video davom etamiz. Hozir bu anaqaga kelib zona kelib qoldi-da. Mana shunga moshinaga sraz ko'rsatib ketaman. Tushunmayman lekin zona kelib qoldi. Ular yangilanish shu orolni burchakda bo'ladi bu yana bittasi. Keyingisiga boramiz, bu zona kelib qoldi. Mana noto'g'ri tomonlar, yana zonasini ketayman, qolib ketsin. Mashina sizga o'qishgan.
Yengisiga borib video olamiz. Xullas mana shu yerda bo'ladi-da, xullas. Katta. O'tan go'zal bo'lyapti, mana kelayotgan sezonimiz. Lekin qachon kelishini bilmayman, lekin tez orada kelib qoladi. Tez kunlarda kelib qolsa kerak. Ana ertaga 8-haftasi bo'lib qolsa, tugasa, keyin boshlanadi. Yangilanadi ekan. Hamma sezon boshlanib bo'ladi. Men keyingi borib video olishni boshlayman. Mashina chiqaradigan joylarga yangilanish qo'yibdi bolalar. Oppoq qo'yibdi. Menimcha mini eventlar bo'lishi kerak menimcha. Chunki kichkina qilib qo'yishgan ekanda. Menimcha mini event bo'ladi. Mana uni ham endi qo'yishibdi. Men mana shuni ko'rsataman dedim. Sozamani sal teparoq ko'taraman. Mana uni ko'rsataman dedim. Xullas mana bunaqa bo'lar ekan-da, xullas internetim ishlamay qoldi. Mana bunaqa misalar qo'shib shekilli menimcha. Men yerga boraman, lekin men yerda mana bunaqa bo'lar ekan. Event. Yerdan bir bo'lgan narsalar bo'lishi kerak menimcha. Men yerga borib ko'ramiz, keyin videoda keyin asosiy yangiliklarimizga qaratamiz keyin. Men yerda bir bola qo'shibdi mana. Yo'q-yu. Nima yosh kelayotganiga bo'yashni qilishganmikin bilmadim lekin. Kelichi. Bir bola o'ldirasi kelayotgan menimcha. Ya'ni keyin sraz mashinaga minib turib, sraz eventga kirib ketamiz. Bitamdan narsa yonyapti menimcha. Bilmadim bo'lganini degan. Faqat bilmadim. Kutgan yarasha yaxshi narsa bo'lmadi. Bu sherigi ham bor ekan. Bo'lgan ham sherigi bo'ladi. Ana yana o'rtada ketyapti mana bitta. Ya bismillah. O'zi. Men yangligimizni borib ko'rib turamiz. Videoda chiqib boshqa videolarni. Yangiliklarimiz qolmab shekilli men. Ahmetga kirib chiqaylikchi. Oppoq qo'yishgan mana. Joylarni qarang, hammasini oppoq. Mana yaxshi bo'pti. Bitta tarafni yaxshi. Bir chekkaga kiraylik bitta. Bir qator xaritani ko'rsatib qo'yaman sizlarga bolalar. Xullas kalom, metda asosiy event bo'lar ekan. Короче, keyin metda bitta, keyin metda bitta, keyin metda bitta. Keyin mana ular kichkina eventlar bo'lar ekan. Короче, Asheta mana misol daryoda bitta, endi daryo desam endi. Pochinki'da bitta, keyin metda bitta, yana bitta joyda yana bitta metda. Xullas 3 yo 4 ta joyda metda, temli joyda bitta bo'lar ekan. Yana metda bitta. Mana katta qilmabdi mana. Xullas bitta, bitta ikkita, 3 ta,
4ta, 5ta mana kichkina eventlar bo'lar ekan. Mana haligi mayoqlar turgan joy. Kichkina eventlar. Bu yerda ham bir bola event chala bor shekilli, menimcha deb o'ylayman. Xuddi shu yangiliklar, Erangilda. Ko'rdinglar mana bu narsani sizlarga ko'rsatdim, adashmasam ko'rgandirsizlar mana. Mana bu narsani qo'shibdi. Короче, nima desam ekan. Xullas mana shu yangilik bilan mana qani. Xullas mana-da. Xullas mana bunaqa uchib ketadigan bir balo narsa mana. Mana qanot qo'shibdi, короче. Internetim ishlamayapti, shuncha qilyaptim, bilmadim lekin. Xullas kalam qanot qo'shibdi-da, короче bolalar. Xullas ekan, ko'tarilas ekan, bo'ldi mana. Qanot qo'shibdi. Mana shu yangiliklarimizdan biri shu. Qanot. Bo'ldi mana shu qanot olasiz ekan mana. 3 ketaverasiz ekan mana. Mana. Xohlagan yeringizgacha deydi. Tepaga bitta narsa qilishibdi mana. Tepani ham, tepadagi osmonni ham, dizaynni ham o'zgartirishibdi mana. Shu yangiliklardan biri bolalar aytayotgan, shunga chiqardim bu videoda. Endi bu yana bitta asosiy yangiliklarimizdan biri bu hozir pastga tushirdik. Bu tushiradi o'zi ham, sozan bilan chiqarib ketadi. Endi profilda mashina qo'yadigan, aruza qo'yadigan joylarimiz qanaqa bo'lar ekan? Shuni bir qator ko'ramiz bolalar. Ko'rgansiz mana 4-3-yangilanishda sal-pal boshqacharoq qilib yuborishgan. Endi hozir bir o'rtada bir bu BTV'siga kirganimda boshqacha edi, endi yana ham o'zgartirishibdi. Yana ham dizayniga e'tibor berishibdi. Qaranglar, men mana aruza turadigan joy bo'lar ekan. Xullas, men bilmayman nimadirlar. Xullas ishlamayapti. Men mashinalar turar ekan, ezilayotgan joyda mashinalar, men aruzalar. Xullas, kalam anchalar dizaynni qo'shyapti ekan demoqchiman. Keyingi sezonga mana shu yangiliklar ekan bolalar. Men aruzani to'g'ri taxlaydigan qilingan ekan. Mashinalarni to'g'ri qo'yiladigan qilingan ekan. Ammo men o'rtada bunday misol partneringiz bilan turadigan ham misol ana 4-3-yangilanishdagi mashinalar to'sib qo'yadi sal. Menimcha kichkina qilib shekilli hammani ixchamlashtirib. Lekin deb o'ylayman, o'zimiz oldingi PUBG'da haligi mashina qo'yadigan, aruza qo'yadigan yaxshi sal. Demoqchiman, endi bunaqa yangiliklar qo'shib bilmadim endi. Ancha yildan beri misol o'ynayotgan o'yinchilar bordir, misol yozinglar misol ancha yildan beri bunaqasini endi bo'lyapti shekilli yangilanishlar bu global yangilashlar PUBG'da. Mana shunga chatga yozib qo'yaylikchi bolalar oldindan o'ynayotganlar. Aka bunaqa yangiliklar qo'shilmagan oldin dedi. Shunga sizlardan pardashga shu chatga yozib qo'yinglar, bittadan like bilan bittadan obunani bosib qo'yib, qiziqarli lobbilar, yusri lobbilar qilamiz. Shunga Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar bolalar. YouTube kanalining biosidan Telegram kanalim bor. Ashyoq ko'rsanglar, yusri lobbilar, konkurslar bo'ladi. Shunday gaplar bolalar. Xullas kalom mana Telegramda Dilshodbek Pubuk 8111 qilib qidirsanglar ham kelib chiqaveradi kanalimiz. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin. Mana shu 4.4 yangilanishi mana boshqa hech narsa ochilmaydi. Xuddi shu yangiliklar borlar. Hammaga rahmat. Takliflaringiz uchun kattadan rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.